sen sevarim, xoh inon, xoh inonma. Qondur jigarim, xoh inon, xoh inonma. Hijron kechasi charxi falakka yetar iymoh. Ohu saharim, xoh inon, xoh inonma. Assalomu alaykum. Bugun bir ko'cha tarixi loyihasida ushbu ajoyib g'azal muallifi, o'zbek shoiri va mutafakkiri Mavlono Lutfiy nomi berilgan ko'cha haqida ma'lumot beramiz. Lutfiy ko'chasi Chilonzor va Uchtepa tumanlarini tutashtirib turuvchi markaziy ko'chalardan biri hisoblanadi. Lutfiy ko'chasi Oqtepa maydoni va Katta Qanni ko'chalari oralig'ida joylashgan. Uzunligi 5 kilometrni tashkil qilib, 1990-yil 28-iyundan Lutfiy nomi bilan yuritila boshlagan. Chegarasida va yo'nalishida Kichik Halqa yo'li, Xirmontepa, Farhod va Shirin ko'chalari bilan kesishgan. Muqimiy va Cho'pon ota ko'chalari bilan tutashgan. Ushbu ma'lumotlar Milliy kutubxona fondida saqlanayotgan manbalardan olingan.